o'z baxtimni izlab Bobojon o'z kanaliga murojaat bilan chiqayapman. Uyim, oilam, ro'zg'orim deydigan bitta yaxshi qiz izlayapman. Yoshim 28 da. Bugun soat 23:00 da Bobojon akani xonadoniga o'z baxtimni izlab ketyapman. Azizlar, agar siz Rossiya Federatsiyasida bo'lsangiz, Play Market yoki App Store'dan Tezpay ilovamizni yuklab olib, yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga, internet provayderlarga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. Play Market yoki App Store'ga kirib yuklab oling va yaqinlaringizni Tezpay bilan birgalikda quvontiring. Assalomu alaykum. Mening ismim Sherali. 42 yoshdaman. 2 marotaba ajrashganman. Xorazm viloyati Xanqa tumanidanman. O'z baxtimni izlab Bobojon o'z kanaliga murojaat bilan chiqayapman. Uyim bor o'zimning, bitta o'zim yashayman. Uyim, oilam, ro'zg'orim deydigan bitta yaxshi qiz izlayapman. O'zim Rossiyadaman, Rossiyada davlatidaman. Bitta yaxshi qiz chiqsa, O'zbekistonga sirasi qaytib boraman, uylanaman. Hammaga rahmat. Всё. Спасибо. Я попробую там. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Nargiza. Xorazm viloyati Urganch shahridanman. Yoshim 28 da. Bugun soat 23:00 da Bobojon akani xonadoniga o'z baxtimni izlab ketyapman. Inshaalloh meni tushunadigan, ko'zimni kamchiligiga rozi bo'ladigan insonni izlayapman. Ko'zim tug'ma nuqsonim bor, ozgina g'ilayligi bor.